Assalomu alaykum. Siz haliyam o'yin o'ynab o'tiribsizmi? Va alaykum assalom. Keldingmi? Qornim ochdi, birovdan tayyorla. Ro'zg'or yig'ib keldingizmi? Ovqat qilishga uyimizda hech narsa yo'q, bilasizmi shuni? Shohiy, nima bu? Hazilmi? Hech qayerda ishlamasam, qayerdan ro'zg'or qilib kelaman? Ishdan kelyapsan, yo'ldan birovni olib kelmadingmi? Bozorlik. Maosh olmadim hali. Hoppa. Bo'pti. Ana mahallam boshida do'konga chiqqanda qarzga birovni olib kel. Olyosang berib yuborarsan. Botir aka, o'z do'kondan qancha qarzimiz bor, bilasizmi shuni? Hozir qaysi yuz bilan yana chiqib narsa olaman do'kondan? Siz bundoq bekor mamnaqa o'yinlaringizni o'ynab o'tiravermasdan ko'chaga chiqib ish qidirsangiz bo'ladi-ku, boshqa erkaklarga o'xshab. Senga kim aytman bekorchi deb? Ish topilmasa nima qilay? Men ham o'tirganim yo'q, qidiryapman. Qidiryapsiz? O'yin o'ynabmi? Qarang. Agar istasangiz, anu dugonam lobareri kuryerlik qilar ekan. O'sha yerda ish bor. Xohlasangiz, olib kirib qo'yaman gaplashib. Bo'ladimi? Hozir dastavkaga rosa odam kerak bo'layotgan ekan. Sen esni yeganmisan? Endi